benzini ozroq ichadigan mashinada yuraman desangiz, komfortdan ketish kerak. Narxi shu. Endi yumshoq, komfortabilniy mashinada yuraman desangiz, uni narxi bor. Arzon mashinada yurishlikda ham narxi bor, qimmat mashina. Allohni siz bilan birga bo'lishini ham narxi bor, birodar. Ya'ni nima qilsak, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Nimasi bilan? Qo'llashi bilan, yordam berishi bilan, nusrati bilan birga bo'ladi. O'zi kofir bilan ham birga ekan Alloh. Ularni kuzatishlik bilan, muroqaba qilish bilan birga. Endi bizga Alloh taoloning nusrati, yordami bo'lishi bilan birga bo'lish uchun bizda nima bo'lish kerak? Diqqat qilib turinglar. Diqqat qilib turinglar. Hozir men aytadigan narsani qilsak, Alloh bizga qo'llovi bilan, madadi bilan, nusrati bilan yaqin bo'ladi. Astagfirullah. Va qolallohu inni ma'akum. Alloh taolo dedi, albatta men sizlar bilan birgaman. Agar qasamki, agar namozni to'kis ado qilsangiz, zakotni ato qilsangiz, payg'ambarimga iymon keltirib yordam bersangiz va Allohga qarz hasana bersangiz